Mashallah, mana bu binoga qarang. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi aytganiday respublika bo'yicha eng katta klinikalardan biri bo'lishi kutilayotgan binolardan ekan. Qoyilmisiz? Nima deb o'ylaysiz? Shu binoni ijaraga qancha narxga berish mumkin? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Ha, to'g'ri topdingiz. Mana shu joy bugun ijaraga uzoq muddatga beriladigan bo'lib turibdi. Shuncha mehnatimizga bitta like bosmasangiz uyat bo'lar-a? Bu joy oddiy bino emas. Bu joy butun vodiyda shifo, sarmoya va kelajak birlashadigan maskan. Har bir g'ishtida niyat, har bir devorida esa imkoniyat bor. Endi sizga birma-bir aytib o'taman. Bu bino 36 sotix yer maydonida joylashgan. Qurilish materiali pishiq g'isht, ya'ni mustahkamlik va sifat kafolatlangan. Bino 3 qavatdan iborat, yana podval ham bor. Demak, jami 4 ta darajada, har biri o'z maqsadida ishlatish mumkin. Old tomoni har xil meditsina yo'nalishiga, tijorat uchun apteka, dorixona uchun mo'ljallangan. 18 ta xona, har biri keng, yorug', 180 kvadrat atrofida. Bu xonalar do'kon, dorixona, tibbiy laboratoriya yoki xizmat ko'rsatish uchun ajoyib imkoniyat. Ularning har birida ikkinchi qavatga va podvalga tushish uchun zinalar mavjud. Shu jihatning o'ziyoq bu joyni boshqalardan ajratib turadi. Endi binoning asosiy qismi klinika haqida. Bu joy ichida 220 ta xona bor. 20 kvadratlik xonadan 40 kvadratgacha turli hajmda. Ularning ichida lyuks palatalar ham bor. Alohida sanuzel va yordamchi xonalar bilan. Jami 62 ta sanuzel. Bu o'z-o'zidan klinikaning keng qamrovli loyihasi ekanini ko'rsatadi. Xonalarning har birida deraza, tabiiy yorug'lik va havoni aylantirish tizimi mavjud. Ayrim xonalarda esa balkonlar bor. Bu bemorlar uchun nafaqat qulaylik, balki psixologik yengillik manbai. Har bir xona shunday loyihalangan. Bemor o'zini bemalol, xavfsiz va osoyishta his qilishi uchun. Siz ichkariga kirganingizda darrov sezasiz, bu joy zamon bilan birga qadam tashlayapti. Isitish tizimi отопление va to'pli pol. Qishda issiq, yozda havosi yumshoq. Barcha kommunikatsiyalar, suv, gaz, svet, kanalizatsiya alohida liniyada keltirilgan. Shuning uchun hech qanday o'chish, uzilish bo'lmaydi. Bu joy barqaror tizimga ega. Sizga podval haqida alohida aytmoqchiman. Bu joyning podvali 1800 kvadrat metr. Shu maydonga oshxona, ombor, laboratoriya, kir yuvish va quritish uchun barcha xona joylashtirilgan. Demak, klinika to'liq mustaqil ishlay oladi. Hech narsani tashqaridan izlash shart emas. Hamma narsa joyida. Agar siz bu joyni ishga tushirsangiz, bemorlar uchun barcha qulayliklar bir joyda to'planadi. Lift uchun joy ham ajratilgan. Loyiha davomida lift montaj nuqtalari to'liq tayyor holda qoldirilgan. Xohlovchilar bo'lsa, liftni o'rnatish bir haftalik ish. Bu esa klinika uchun muhim. Qavatlar orasidagi harakat yengilligi. Endi sizni hayratga soladigan jihatni aytay. Xitoydan 300 ta zamonaviy meditsinskiy kravat buyurtma qilingan. Har biri 3 xil funksiyaga ega. Bu kravatlar nafaqat qulaylik, balki tibbiy xizmat sifati uchun katta yutuq bo'ladi. Ular kelib o'rnatilganda bu joy 300 dan ortiq bemorni bir vaqtning o'zida qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi tasavvur qiling, 220 ta xona, 300 ta yotoq, 62 ta sanuzel, oshxona, laboratoriya, kirxona, dorixona barchasi bitta binoda. Bu faqat klinika emas, bu sog'lomlik imperiyasi. Old tomondagi 18 ta tijorat xona esa siz uchun qo'shimcha daromad manbai. Dorixona, tibbiy do'kon, kafe yoki diagnostika markazlari barchasini joylashtirish mumkin. Shu tariqa siz klinikani yuritish bilan birga atrofdagi xizmatlardan ham foyda ko'rasiz. Oldida keng parkovka, bemorlar, shifokorlar, tashrif buyuruvchilar uchun yetarli joy. Kirish yo'laklari esa 3 ta, har biri mashina bemalol o'tadigan darajada. Bu joyni o'zingiz tasavvur qiling, vodiydagi eng katta klinika, hudud aholisi uchun zamonaviy tibbiyot markazi, hatto qo'shni davlat Tojikistondan bemorlar keladigan darajada. Bu joydan tibbiy xizmat eksport qilish ham mumkin. Bu haqiqiy sarmoya, ham dunyo, ham oxirat foydasi bo'lgan ish. Bino to'liq zamonaviy remont bilan tayyorlangan. Ichkaridagi bo'yoq, yoritish, pol, sanitariya hammasi yuqori sifatda bajarilgan. O'zingiz ko'rsangiz seziladi. Har bir burchakda puxtalik, niyat, tozalik bor. Ijara muddati uzoq muddatga. Ijara narxiga egalari kelishamiz deyishdi. Katta ko'lamli ishlar kelishuv bilan bo'lgani yaxshi albatta. Demak, sizning imkoniyatingiz bor. Bu joyni o'zingizga mos shartlarda olib katta ishlar boshlashga. Bu tayyor bino, tayyor loyiha, tayyor imkoniyat. Nafaqat vodiydagi, balkim respublikadagi eng katta klinikalardan biri bo'lmish bu joyimizning manzili Beshariq tumanida.
yaqinida. Mo'ljal Beshariq yangi Banitsa ro'parasida. Joylashuv juda qulay, asosiysi yo'l bo'yida. Transport oqimi yaxshi. Bu esa klinika uchun eng muhim jihatlardan biri. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda. Anchadan beri katta ish boshlayman deb yurudingiz. Shunday takliflarni faqat Vodiy House kanalidan topishingiz mumkin. Hurmatli tadbirkor akalarim va opalarim, tibbiyot soha egalari, sarmoyadorlar, bunday joy har kuni ham chiqmaydi. Siz bugun qaror qabul qilsangiz, ertaga yuzlab insonlarga shifo eshigini ochasiz. Bu nafaqat biznes, balki savobli ish. Bunday imkoniyat qayta kelmasligi mumkin. Shifo, sarmoya va baraka bir joyda jam bo'lgan bu bino hozir sizni kutyapti. Shunda joyimizni kimni tanisangiz barchaga ulashing, balkim aynan siz ulkan savobga sherik bo'lib qolasiz.